Assalomu alaykum, hurmatli uy egalari. Bu video siz uchun. Mansardalar bor, lekin nima bilan izolyatsiya qilishni bilmayapsizlar. Napileniya, invata yoki bazalt. Bu obyekt misolida men uy egalariga mansardani 3 ta material bilan izolyatsiya qilish ketma-ketligini tushuntirib berdim va uy egalari bitta materialni tanladilar va hozir nazorat ostida usta akalarimiz bilan shu mansarda izolyatsiyasini topshiraman. Shu paytgacha mansarda sistemasini ikki xil uslubda qoqilgan stropil sistemasini uchratdim. Bu ikkinchi uslub. Unga biz qanaqa yondashdik? Demak, mansarda taxtalari ognebezashitida propitga qildirdim. Ana undan keyin qalinligini bo'yicha tavsiya berib, o'sha qalinlik bo'yicha uy egalari tanlovini qabul qilganlaridan keyin hozir mana ko'ryapsizlar, demak shaxmatniy porядкада invati 3 ta sloy, ya'ni 15 sm izolyatsiya qilindi. Ko'rib turganingizdek, bu o'zini og'irligini ushlab turish uchun bu yerga arqonlarda, maxsus arqonlarda tortib chiqdik. Ana undan keyin bu yerda qanaqa jarayon bo'ladi? Tepa tarafida hozir ko'rinmayapti. Membrana A bor, uni ham har xili bor. Uni ham men tavsiya qilaman, sistemani ko'rib, qanaqa naklunda tom qoqilgan stropillarni ko'rib, membranalar ham har xillari bor. Ya'ni ba'zi bir yassi tomlarga boshqacha membrana qoqish kerak bo'ladi. Xo'p, ana undan keyin bu yerda demak, hozir paraizolyatsiya qoqib chiqiladi. Undan keyin gipsokartoncha okalaga bu tayyor holatda bo'ladi. Murat aka, mana bugun xudo xolasa mansarda izolyatsiya ishlari tugaydi. Tanlovda sizda qanaqa muammolar bo'ldi? Uy egalariga qisqacha bir tavsiya berib ketsangiz. Tanlovda xudo xolasa adashmadik degan umiddamiz. Natija qishda ko'rinadi yoki yozda ko'rinadi. Tanlovga keladigan bo'lsak, nega men buni tanladim? Shu maslahatlashib, ko'pchilik bilan maslahatlashib, ko'pchilikning gapini eshitgandan keyin shuna qarorga keldik. Siz bilan birga hamkorlikda shu ishni bitirishga kelishdik. Qisqacha mansardasi bor uy egalariga tavsiyangiz oldindan yokida hozir sizdagi muammo bo'lmasligi uchun ular nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Endi hali natijani ko'rmadik, bir narsa deya olmayman. Ochig'i to'g'risini aytib qo'yish kerak. Lekin iloji boricha tom yopishdan oldin qilib olgan ma'qul ekan. Ya'ni tom yopishdan oldin, izolyatsiyani birinchi shu plan bilan qilish kerak ekan. Bizda jaydari imorat bo'lgan, o'shanga plan bo'lmagan. Mansarda qilish niyati bo'lganmiz-yu, lekin bunaqa protsess bo'lishini bilmaganmiz. Ya'ni mansarda qiladigan odam желательно birinchi shu mutaxassis bilan maslahatlashib, birinchi izolyatsiyasini planoviy qilib, hech bo'lmasa izolyatsiyaga mo'ljallab tom yopib ketish kerak. Tushundim aka. O'shanda bitta ish ikkita bo'lmaydi. Ortiqcha xarajat ham, ortiqcha ish ham, mehnat ham bo'lmaydi. Murat aka, fikrlaringiz juda ham zo'r, uy egalariga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Murat aka, sog' bo'ling. Ko'rinib turibdi, ancha mehnatingiz singan. Sog' bo'ling. Shu xonadonlarda yaxshi to'y hashamlar bo'lsin. Agar sizda ham xuddi shunday holatlar bo'lmasligini xohlasangiz, albatta mutaxassislarga murojaat qiling. Hech qachon mansarda qildim, endi qanaqa qilib izolyatsiya qilaman deb afsuslanmang.